Suydiki tamizlaydigan kişinin Kur'an o'qishining hukmi. Savol. Men Kur'an o'qiyman. Kur'an o'qisam rohat topolmayman. Chunki suydigim tamchilaydi. Buni kontrol qilolmayman. Suydik tamchilashni to'xtatolmayman. To'xtamasdan keladi. Suydik pok emas. Mening Qur'onni tutishim durust bo'lamdi. Fatvo komitetining 6984-numurliq fatvosi. Javob. Ahvol bayon qilganingizdek bo'lsa, bu holatingizda Qur'on o'qishingizda, Qur'onni tutishingizda hech qanday cheklimi yo'q. Bu holatingizda namoz o'qishingizmi durust. Ammo namoz vaqti kirgandan keyin istinjo qilib, har vaqt namozga bir qatimdan tahorat olsiz. Namoz vaqti kirgandan keyin olgan tahoratingizning orqasidan suydik tamchilsa, siz uchun hech gap yo'q. Badaningizga yoki kiyimingizga suydik tegib qolgan bo'lsa, namozdan avval suydik teggan joyni yuysiz. Shuningdan keyin namoz ichida suydikingiz kelsa, buning hech bir ta'siri bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: Allohdan kuchinglarning yetguncha qo'rqinglar. Yana bir oyatda mundaq deyilgan: Alloh din jihatda sizlarga hech qanday qiyinchilik yuklamadi. Muvaffaqiyat Allohdandir. Durd va salomlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, oil tavobatlarga va sahoba kiramlarga bo'lsin. Fatvo berguvchi olimlar: ikki haramning ustozi Fozil ulamo Abdul Aziz ibn Bas, Abdurazzoq Afifi, Abdullah ibn G'udayyan, Abdullah ibn Qaud. Mujtahidlar fatvolar blogidan ilindi.